Yangi o'rilgan qamishni chiqarib ko'rsatib beramiz. Qo'l chiqaradimi deganlarga. Aynı yetib borayotganlar. Endi qo'l qamish tashab ko'rsatib beramiz. Qo'l chiqaradimi degan akalarimizga ana qo'l qo'yamiz, chiqarib ko'rsatib beramiz. Apo'ni qarang, apo'ni. Hay, tashoring yana. Endi asosan quruq chiqariladi mana. Prislarimiz somon pris, mosh pris, poya, o'zi poya, qamich, ho'l mana, ho'l qamishimiz. Makka jo'xori mana hozir buni yonboshlab ham ishga qilib ham ishlatsa bo'laveradi. Hozir mana yoqamiz. uzmasdan sirazi chiqarib beramiz. Hozir qo'yamizcha changroq o'shancha changi. Tang tozalab turib, mosh pris chiqarib ko'rsatib beramiz. Vohalarda yantoq ketaveradi. Yantoq bilan bir xil qalinligi.
Bosh press bilan chiqarib bo'ldi. Mayligini ham ko'rsatib qo'ying. Mana mayligi. Somon chiqaramizmi? Xo'p. Biz endi mana somon pressni mana 120 alisini chiqarib ko'rsatamiz. Qo'shavering usta aka. Maka, bug'doy nimalarni mana shu nimada chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana Sotali makadan ozgina tashlaydi mana. Mayli, Sotali makamizdan. Tashab olinadi. Endi bu hozir qopda og'darib qo'ysa bo'laveradi. Endi mana ozgina ko'rsatishga nima qilyapman. Mana yurgizamiz. Oborotga chiqib olgandan keyin yana ko'rsatiladi. Ha, tashab olamiz. Bismillah. O zaman bunisini ham ishlatib ko'rib turib, keyin ikkov qopdi. Mayilligini bitta ko'rsatib beramiz. Bug'doy chiqarib beryapmiz. Yorma, atalar, un holatiga o'nni keltirib beradi. Oborotga chiqib olgandan keyin ochiladi. Buni endi qoplab bitta ochib, mayligini ko'rsatib beramiz endi. Hozir u holatiga kelgan shu eng mayin setkasi. Issiqqina. Bunimiz makka. Bu yorma holat, Sotali maka bilan nimaniki? Yormali holat. Atalaga, asosiy atalaga. Atala qozonlarga olib qo'yamiz. Qozonlarimiz bor. Atala mana 250 litr va 240 litr plus minus o'shaning ichida. Bu tagi 4 listdan qilingan 308 cheniyasi beradi. Nech puldan narxlari? Bular 1 million. 1 million so'mdan. Ha, 1 milliondan. Dastlabkasiz. Dastlabkasi kelishganlar. Razmeri bir xilmi bular hammasi? Hammasi endi plus minus ozgina razницasi bor endi. Aslida 250 bilan 240 litr o'rtasida endi plus minus. Tebalar yopiladi. Ha? Ustolar ish ketmaydi. Mana yopiladi mana. Yopiladi. Ularga tayyor garilkani olasiz. Ha, garelkalarimiz bor, o'shanda yoqib pishirilsa bemalol bo'laveradi. 1 million so'm plus minus atrofida atalalarimiz. O'zi tushunarli. Buni fazaning ko'rsataymi? Atrabon garilkani botga sinab ko'ramiz. 40 litrli bochka.
yarim litrli atrofdan xudo xolasa mana shu 40 litrli bochka qaynatadi deyishadi. Xudo xolasa shu xonada qaynatib 4:30 da ketdi, 4:31 da ketdi. Hozir choy qaynagandan keyin qator ko'rib natijasini aytamiz. Mana atrofdan 22 kilovatlik motor, 3000 oborot. O'z mana don, asosan donlarga. Yorma holatda, yirik don holatda qilib beradi, shuncha to'g'ri bo'lib qoladi. U holatgacha keltiradi bu. Katta fermalarga 3 fazali 20 kilovat. Ishlab chiqarish qilib haligi biznes qilaman deganlar. Ha, biznes qilaman deganlarga to'g'ri. 1 soatda 1,5 tonnadan 3 tonnagacha chiqaradi. Aha. Ikkiga ham qaraydi, lekin hozir mana korobkalari bilan knopkasi avtomatlari bilan hamma yo'q tayyor ekanda. Mana tayyor holatda. Agar vodiy bo'yicha bo'lsa ustanobkasini ham qilib berasizmi? Bu ustanobkasi shunday ulansa bo'ldi. Ulansa bo'ldi. Tayyor biznes. Hamma yo'q tayyor. Mana avtomatni 5G'si gacha bor. Hozir mana yurgizib ko'rsatib. Narxi necha pul? Narxi? Narxi o'zi olib kelsa 14 million. Dastlabki qilib 14 million. Akalar mana $1000 bilan biznes boshlayman deganlarga. Hozir nimani bir tortib ko'rsatib beraylikmi? Mayli, tortib chiqarib necha minutda chiqarishini. Tarozi bor. Mana bug'doy. $42 kilo 700 ekan. Mana 42 kilo 700. Yurgizamiz. Buni oborotga chiqib Xolasana boshladi. Tugadimi ada? Qo'l qo'yasizlar bo'lsa kerak. Qirada tugadi. Va'da aylanib chiqyapti. Dek, qotdim-da, nima qilgan? Qotdim-da. Ko'rsatgan, nariga turgan ko'rsatadi. Endi o'ziga moslashtirib olasan ana. Qotdim-da, nariga ko'rinadi. Qotdim nariga.
Xudo xolasa, где-то 3 minutda 40 kilo chiqaradi-da. Orada men pauza qilib turdim-ku. 3 minut, 4 minut deylik mana. 4 minutda bir qop chiqarganda ustaga soatiga necha kilo oldingiz? Bu endi mayin nimasi. 1,5 tonnadan 3 tonnagacha chiqaradi yirigini. Yirig ham 3 xilda. 5 xil setkasi bor-da. Setkasi hali yirigiga, mayiniga qarab ketaveradi. Eng mayin ekanda. Biz buni keyin hozir samodelniy qilib, maytga chinorga boylab video qilish uchun nima qildik? Hatto обороты kuchli, 1 soatga garantiya, 1 tonnadan osh, 1,5 tonnaga. Chiqaradi. Bemalol xudo xolasa, yormalarni, hali yiriklarni 3 tonnagacha chiqaradi. Yine Narxi 14 million. Narigi dravlikani ham bir yo'l aytib ketaylik bunda. Bular 15 kilovatlik 3000 оборотli motor. Zindi mahaviyda qilingan. Bunimiz ham donga ham xashakka bo'laveradi bu. Somo ham to'lot ham quruqotga ham yo'qa bo'laveradi. Bunimiz 6 million dastavkasiga 5 million o'z olib kelsa. 5 million so'm. 3 fazami, 220mi? 3 faza. 3 faza bu katta fermalarga. Yaxshi narxlari mana 5 millionga olsangiz bu ham chiqaraveradi soatga оборот. Minutda 4 ta press chiqaraveradi. 4 ta 5 ta press chiqaraveradi, 4 ga qo'yadi. Bemalol. O'shaga mo ichkarilarni ham ko'rsatib beraylik, hali ko'pigina ichkarida. Xudo xolasa bor. Xudo xolasa mana olib borib foydalanaman deb vohaga sotadigan akalarimiz bo'lsa ham ichkari ham to'lli. Tayyor. Tashqarilar ham mana tashqarida ham bor. Birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akamiz. Ko'rsatilgan raqamlarga telefon qila olasizlar. Narxlari 2 million so'mdan 3 million 200 ming so'mgacha ekan.